Men buni kimga aytishim mumkin? Ichimni kemirayotgan bu dahshatni kimga ochay? Singlimga aytolmayman. Dugonamga aytolmayman. Erimga aslo aytolmayman. Balki shunchaki qog'ozga to'ksam yengil tortarman. Men oddiy o'zbek ayoliman. Yo'q, oddiy deya olmayman. Endi oddiy emasman. Men iflosman. Men xoinman. Va men qo'rquvdan nobud bo'lyapman. Erim Botir. U yaxshi odam. Haqiqatdan ham yaxshi. Mehnatkash, kamgap, oilam deb yonib kuyadi. Lekin u meni ko'rmaydi. Men uning uchun uyimdagi chiroyli bir guldonman xolos. Suv quyadi, changimni artadi, lekin men bilan gaplashmaydi. Mening ichimda nima kechayotgani unga qiziq emas. Balki u shunchaki charchagandir. Bilmayman. Men ishlayman. Katta bir idorada hisobchiman. Raqamlar, zerikarli raqamlar. Hayotim xuddi shu raqamlar kabi bir tekis, rangsiz edi. Tong ish, uy, kechki ovqat. Keyin u paydo bo'ldi. Sardor. U bizning idoraga tekshiruv uchun kelgandi. U boshqacha edi. U tirik edi. Uning kulgisi butun xonani to'ldirardi. Uning ko'zlari o'sha ko'zlar. Ular qora, olovli edi. Ular menga qadalganda men erib ketayotgandek tuyulardim. Biz asta gaplasha boshladik. Avvaliga ish haqida. Keyin shunchaki hayot haqida. U menga yoqimli gaplar aytardi. Siz bunchalar aqllisiz. Bunchalar go'zalsiz. Yuragim gupillab ketardi. Necha yildan beri bunaqa gap eshitmagandim. Botir menga oxirgi marta qachon yoqimli gaplar aytganini eslolmayman ham. Biz pinhona uchrashadigan bo'ldik. U mening sochlarimni silardi. Sizdan bahorning hidi keladi derdi u. Men esa o'zimni yana 18 yoshli qizdek his qilardim. Men bamisoli uchardim. Birinchi bosa. Xudoyim, o'sha bosani eslasam. Hamon titrab ketaman. Biz uning mashinasida o'tirgandik. Tashqarida yomg'ir shivirlardi. U ohista yuzimni kaftlari orasiga oldi. Bizning sevgi hikoyamiz boshlandi. Bu olov edi. Bu aqldan ozish edi. Men Botirga yolg'on gapira boshladim. Dugonamnikiga ketyapman, ishda ushlanib qoldim, onamnikiga borib kelaman. Har bir yolg'onim yuragimga pichoqdek sanchilardi. Lekin Sardorning quchog'i bu og'riqni unuttirardi. Biz restoranlarga borardik. U menga sovg'alar olardi. Biz shahar chetidagi mehmonxonalarda uchrashardik. Uning ehtirosi cheksiz edi. U meni shunday sevardiki. Yo'q, u meni xohlardi. Endi buni tushunib yetyapman. U ovchi edi, men esa uning oljasi edim. Oylar o'tdi. Men bu ikki hayotga ko'nikib qoldim. Bir tomonda sodda, mehribon, lekin zerikarli erim Botir. Ikkinchi tomonda xavfli, ehtirosli, hayotimga rang olib kirgan Sardor. Men ikkisini ham yo'qotishni xohlamasdim. Qanchalik jirkanch eshitilmasin, bu haqiqat edi. Ammo vaqt o'tib ehtiroslar sona boshladi. Uning o'rnini qo'rquv egalladi. Telefonim jiringlasa, cho'chib tushardim. Erim Botir telefonimga qarasa, yuragim to'xtab qolay derdi. Keyin o'sha noxush hodisa yuz berdi. Biz yana o'sha mehmonxonada edik. Menda aybdorlik hissi yana bosh ko'tara boshlagandi. Sardor, biz hammasini to'xtatishimiz kerak dedim men. Men boshqa bunday yashay olmayman. Uning yuzi bir zumda o'zgardi. O'sha mehribon, kulib turgan ko'zlar muzdek toshga aylandi. Nima deding, dedi u sovuq ohangda. Men charchadim. Keling, hammasini tugataylik yaxshilikcha. U kuldi. Qahqah otib kuldi. Bu kulgi qo'rqinchli edi. Tugatmoqchimisan? Shunchaki xayr deb ketmoqchimisan? U menga yaqinlashdi. Men orqaga tisarildim. Men seni sevdim, Laylo. Sen esa meni o'yinchoq qildingmi? Yo'q, aslo deya baqirdim men. Lekin men erli ayolman. Bu noto'g'ri. Shunda u birdan qo'limdan qattiq tortdi.
Bilagim zirqirab ketdi. Men bilan 1,5 yil yotganingda noto'g'ri emasmidi? Eringning yuziga kulib qarab, kechalari men bilan uchrashganingda noto'g'ri emasmidi? Uning ovozi balandlab borardi. Men qo'rqib ketdim. Iltimos, Sardor, qo'yib yubor. Og'riyapti. U qo'limni yanada qattiqroq siqdi. Sen endi mendan qutula olmaysan, tushundingmi? Sen menga tegishlisan. Faqat menga. O'shanda men birinchi marta undan qo'rqdim. Men yig'lab yubordim. Iltimos, otinaman. U birdan meni og'ziga tortdi va qattiq opdi. Bu bosa emas, bu hujum edi. O'sha kuni men o'z sevgilim tomonidan zo'rlanganimni his qildim. Ruhim zo'rlandi. Shundan keyin hammasi dahshatga aylandi. U meni qo'yib yubormadi. Men endi uning sevgilisi emas, asirasi edim. Bir kuni erim Botir bilan uyda o'tirgandik. Kechki ovqat vaqti edi. U ishxonasi haqida nimadir gapirardi. Telefonimga xabar keldi. Sardor ekan. Ering yoningdadir. Aytchi, hozir unga qo'ng'iroq qilsam nima bo'lar ekan? Shunchaki, salom Botir aka, men sizning xotiningizni sevaman desam. Piyoladagi choy qo'limdan tushib ketdi. Choy to'kildi, piyola sinmadi, lekin men sindim. Senga nima bo'ldi, Laylo? Ranging oqarib ketdi, dedi erim Botir xavotirlanib. Hech nima, shunchaki boshim aylandi, deb yolg'on gapirdim. O'sha kecha men umuman uxlamadim. Men qo'rqinchli tush ko'rayotgandek edim. Lekin bu tushdan uyg'onishning iloji yo'q edi. U endi shunchaki kuzatmasdi, u tahdid qilardi. Men bilan uchrashasan bugun. O'sha mehmonxonada. Soat 5da. Kelmasang nima bo'lishini o'zing bilasan. Men borardim. Qo'rquvdan qaltirab borardim. Uchrashuvlarimiz endi ehtirosli emas, jirkanch va azobli edi. U menga xo'jayindek muomala qilardi. Men esa uning qulidek itoat qilardim. Chunki men erim Botirdan qo'rqardim. Ota-onamdan qo'rqardim. Gap so'zdan, sharmanda bo'lishdan qo'rqardim. Sardor buni bilardi. U mening qo'rquvimdan foydalanardi. Bir kuni men qaror qildim. Bas, nima bo'lsa bo'lsin. Axir bunday yashash mumkin emas. Men unga qo'ng'iroq qildim. Sardor, men boshqa sen bilan uchrashmayman. Nima qilsang qil. Erimga aytasanmi, dunyoga jar solasanmi, baribir. Men charchadim. Bir necha soniya sukunat bo'ldi. Keyin u kuldi. Qo'rqmas bo'lib qoldingmi, Layloxon? Yoki yangi o'yin boshladingmi? Bu o'yin emas. Men o'zimni osaman, lekin sening oldinga boshqa bormayman. O'zingni osasan. U yana kuldi. Shoshma. Men senga hozir bir narsa yuboraman. Keyin yana gaplashamiz. 1 daqiqadan so'ng telefonimga video keldi. Qo'llarim qaltirab videoni ochdim. Bu biz edik. O'sha mehmonxona xonasida. Biz yalang'och edik. U xonaga yashirin kamera qo'ygan ekan. Nafasim tiqilib qoldi. Ko'z oldim qorong'ulashdi. Telefon qo'limdan tushib ketdi. Men qichqirib yubordim. U yana qo'ng'iroq qildi. Men zo'rg'a javob berdim. Xo'sh, jonim, dedi u muloyim, ammo zaharli ohangda. Video yoqdimi? Bunaqasi menda ko'p. Juda ko'p. Endi tasavvur qil, shu videolar Botirjoningning telefoniga tushsa, yoki otangni, yoki ishxonangdagi hamkasblaringni guruhiga tashlasam. Men xongrab yig'lardim. Endi tushundingmi, Laylo? Sen hech qayoqqa ketmaysan. Sen meniksan. Men seni qachon xohlasam chaqiraman. Sen esa itdek yugurib kelasan. Tushundingmi? Shu kundan boshlab men o'likka aylanganman. Men yuradigan murdaman. Men nafas olaman, ovqatlanaman, Botirga jilmayaman, ishga boraman. Lekin ichim bombosh. U meni xohlagan vaqtda chaqiradi. Ba'zan u o'zining iflos ishlarini qiladi. Men esa jimgina chidayman.